Akalar jumadan chiqqanimizda xuddi shunaqa holatga ko'zim tushib qoldi. Biz birlashadigan bo'lsak, juda ham katta yutuqlarga erishamiz. Bu bolani hozir operatsiya qilish kerak ekan. Kenday hozir qancha pul ketishi kerak bunga? Domasini qildim. Bittasi qoldi mana. Bolani qiynamay. Voy, qanday qilaman? Yordam o'zingiz birinchi. Qanday yordam kim beradi menga yordamni? Bahona Yo'q, qiladi. kim yordam beradi? Bittasini qildim, bittasi. Xola, Yordamlayman. o'zi Ali siz bilgan ma'lumotlarni aytib o'ring. Ali jentra-bentralar deydi aka. Aka, unda bitta kichkina 20 yoshga to'lmagan o'g'lidan qora jentra mashinasi bor. Ha. Ismi nima Yana uni? qanaqa 5-4 ming dollarlik mototsikllar beribdi mana shu bir hafta cholda minib kelib oldimga maqtay ko'rsatuvdi. Asadbek degan o'g'illari bor. Ismlari nima? Asadbek, a? Asadbek degan o'g'illar. Shu videoda ko'rib turgan bolalarning hozir qiyin ahvolda. Biz bu bolani ularning qo'llaridan olishimiz kerak. Biz ijtimoiy tarmoqda ko'rib turgan yuqori turuvchi organlar, bolalar ombudsmani va shu masala bo'yicha mas'ullar sizlardan iltimos qilib qolardik. Biz bu bolani ularning qo'llaridan olishimiz kerak. Chunki bu bola ularning qo'llarida qiynalyapti, azob chekyapti. Chunki kuyib ketgan, og'ir ahvolda. Bu bolani 1-2 yildan beri sovuqda ham, issiqda ham oyoqlarini ochib, kuyib ketgan joylarini ko'rsatib pul topish maqsadida bolani ko'rsatib yurishadi. Bu boladan tushgan pullarni o'zlarining ehtiyojlariga ishlatishadi, bolani davolatishmaydi. Shuning uchun sizlardan iltimos qolardim, iloji boricha tanishlaringizga jo'natib, videoni keng tarqalishiga hissalaringni qo'shsalaring, xursand bo'lardim. Istoriyalaringga joylasalaring, istoriyalaringga qo'yishlaringni ham so'rab qolgan bo'lardim.